Assalomu alaykum, yana bir bor Feruza opa, mana qisqa lo'nda obzor qilib beraman sizga. Bu yashil rang, mokriy yashil kombinatsiya qilingan. Xohlasangiz qizil, sariq, mebelning oq, qaymoq, xullas xohlagan svetingiz bor. Hammasi bir xil materiali, faqat rangida farq qilishi mumkin. Mana bu asosiy qismiga profil 8 ga 8 qo'yiladi, mana profil. Devorlar mana tunikafon. Tunikafon mana shunaqa antrazet, mana rama, mana orqalari ham tunikafon. Ko'rdingizmi? Xo'p. Oldi alyumin profil, antrazet, shisha to'rtlik, mana to'rtlik zamoylar, mana bir xil, hammasi yaxshisi, mana. Tashqi ko'rinishni ham tanlayverasiz. Devor MDF. Buni hozir biz sariq, oq aralash, qora oq aralashi ham bor buni. Endi uni yog'ini o'zi tanlaysiz yana. Xo'p, pol MDF pol. Pirlavkalarini hisoblamadim. Pirlavka xohlasangiz metri 400 ming so'mdan qilib beraman. Mana. Orqada forchka bo'ladi, bir dona, tepa plastik bo'ladi. Bu ikki xil qilingan, xohlasangiz bir xil qilib beraveraman. Bunda hech qanaqa muammo yo'q. Mana oldi ko'rinishlari. Agar yana qanaqadir savol bo'lsa, aytavering. Video qilib beraman mana shunday. Obzor qilib beraman, mana qisqa obzor qilib beraman.